Men sizga hozir kasalligimdan qanday qilib shifo topganimni gapirib beraman. Inshaalloh bu boshqa odamlarga ham foydali bo'ladi. Iloyim hammaga foyda bo'lsin. Hozirgi bo'ladigan suhbatimiz siz shu 1,5 yillik qanday qilib shifo topsam bo'ladi deb juda ko'p izlandim dedingiz. Shu izlanishlaringiz haqida bo'ladi, xudo xohlasa. Juda yaxshi bo'lardi va buni qani endi insonlar eshitsin, oxirigacha ko'rishsa foydali bo'ladi. Ko'rsin, foydali bo'ladi. Inshaalloh. Bizga o'xshagan hamdardlarga juda katta yordam bo'ladi. To'g'ri, mana siz ancha vaqt qiynaldingiz. Bu videoni oxirigacha ko'rganlar inshaalloh qiynalishi shu kunda tugaydi. Iloyim tugasin. Inshaalloh. Bundan 1,5 yil oldin rosa yoshim 60 ga kirganda yubiley qilganman. O'sha yubileyda ham yaxshi edim, ahvolim yaxshi edi. Endi sahar to'g'risida tushuncha ham bo'lmagan. Menda bunaqa kasallik deb o'ylamaganman. Ham kasallik qanaqa deb eshitardik, endi bir xillar bu kasallik emas, bu qandaydir bir sindrom, bu keladigan narsa derdi. U narsaga ko'p ham e'tibor bermasdim. Bir voqea bo'lib qoldi. Men yubileyimni o'tkazdim, o'rtoqlar keldi, boshqa bo'ldi. Oradan ozgina o'tmasdan keyin bitta o'rtog'imiz yubiley qiladigan bo'ldi. O'shanga ketdim. Yubileyini o'tkazib kelgani ketdim. Endi ketayotganimda shunda o'zimni yaxshi his qilmasdim. Qandaydir nitorog edim. Qandaydir bir boshqacha bo'lib ketdim. Bordim, yubileyda o'tirdik yaxshi, lekin yubileyda ham o'zimda emasdim. Terlayapman, og'zim quriyapti. Qandaydir holsizlik, suyaklarimda qandaydir holsizlik. Men buni oddiy bir qandaydir bir kasallik kelayotganligini shamollash deb o'ylayapman. Xullas shunaqa deb bu sahar to'g'risida hech o'ylaganim yo'q. O'tkazdik, qaytib kelib Toshkentga keldim. Toshkentda singlimnikiga kirdim. Qorong'i tushib qoldi. Endi singlimlikda yotib, erta bilan chiqib ketaman deb singlimlikda yotib, erta bilan tursam, singlim aka qorningiz qanday? Bo'pti, bu narsalar olib keldi. Endi yaxshigina zavtrik qildim. Zavtrik qildimda singlim aytib qoldi, aka, cho'ta ahvolingiz juda ham yaxshi emas dedi. Ko'rinishingiz yaxshi emas. Bir narsa bo'lyapti sizga dedi. Ozib ketganmidingiz? Yo'q, o'zi oziq yuraman. Men o'zi ozg'inman. O'zimni 20-30 yildan beri o'sha og'irligim 76, o'shab yuraman. Fizioterapiya qilaman, o'qilaman. So'ljayib qoladi odam san qandaydir. Men bildi, singlim sezib qolib shunaqa dedi. Men aytdim, endi bilmadim shunday bir qandaydir nimaman desam, aka sizda sahr yo'qmi deb qoldi. Men aytdim, sahr degan narsa nima? Menga nima qaraydi dedim, sahr dedi. Yo'q, sahr bo'lishingiz ham mumkin. Men sahrman dedi. Akalarim ham sahr, dadam ham sahr bo'lgan. O'tgan bo'lishi ham mumkin dedi. Keyin men aytdim, bo'lishi mumkin emas. Men qanday dedim o'zim. Keyin menda dedi, o'sha sahrni o'lchaydigan dedi, glukometr bor dedi. Bir o'lchab ko'rmaymizmi dedi. Endi qornim to'q o'sha zavtrikdan keyin yaxshigina zavtrik qilganman. Keyin men aytdim, bo'pti endi o'lchasak o'lchapmiz dedim. O'lchadi, ishonasizmi 30 chiqdi. 30. Keyin men aytdim, nima degani 30 dedim. Qanaqa dedim. O'zi 30 qancha normalmi bu dedim. Desam, singlim qo'rqib ketganda qilib turib, aka bu juda strashniy bu dedi. Qandaydir nimangiz tez dedi, vrachga ko'rinmasangiz bo'lmaydi dedi. Bu ahvol chatoq dedi. Sizni ham qo'rqitib yubordi. Qo'rqib ketdim. Keyin menda birdaniga xayol keldi, demak bu qandaydir avloddan o'tgandir, bu sahr kelib qopti, sahr degan narsa shunaqa bo'lar ekanda deb turib, shunaqa qo'rqdim. Ishonasizmi, o'sha Toshkentdan to'g'ri Jalaquduqqa endokrinolog vrachni oldiga keldim. Endokrinolog vrachni oldiga to'g'ri keldim. Keluvdim, men endi uni ertalab o'lchash kerak, bu boshqa narsalarni bilmayman, to'g'ri endokrinologga keldim. Kelsam odam ko'p, kattalar hamma turibdi. Bo'pti deb turib, navbatda turib kirdim. Kirsam vrach mana shunaqa dedi, o'lchashimiz kerak, borib analiz topshirib keling dedi, lekin ertalab och qoringa, hech narsa yemasdan kelasiz, bu dedi. O'sha bir kun o'tish men uchun xuddi bir 10 yil o'tganday bo'ldi shu bir kecha. Shunaqa stressga tushib qoldim. Erta bilan keyin haqiqatan nima qildim? Hech narsa yemasdan och qoringa borib to'g'ri analiz topshirdim. Analizimni olib kirdim. 18 chiqdi ana shunda analizim. Lekin men o'shanda ham bilmasdim. 18 nima bu degan narsalar to'g'risida tushuncham yo'q edi. Sahr to'g'risida umuman tushuncham yo'q edi.
Keyin doktor menga dorilar yozib berdi. Keyin nima yeyish mumkin, nima yeyish mumkin emas, ular bir konkretniy varag'i bor ekan. Zelyoniy, yashil, qizil, sariq deb mevalarni qo'yib qo'ygan, mahsulotlarni qo'yib qo'ygan. Mana qizil mumkin emas, mana sariq yesa bo'ladi, yashilni yesa bo'ladi, sariqdan ozroq yeyiladi, qizil kategoriyasiga zapirishuv. Qizillarni o'qib qarasam endi hamma yaxshi narsalar, hamma men yeydigan narsalarning yeydigan narsalar hammasi o'shani ichida. Mo yashilni o'qisam bu yerda hech qanaqa bir kaloriya beradigan yo bir nimalar yo'q. Mazza qilib yeydigan. Keyin o'shanda keldimda to'g'risi bir 3-4 kun ichida o'sha dorini iste'mol qilib turdim. Berib turgan, hozir nomi esimda yo'q. Siafor, metformindir. Metformindir, ana shunaqa oq kichkina. Ishonasiz, o'shandan o'tirdimda 1 oy, 2 oy ilmiy tomondan o'sha sahr to'g'risida ma'lumot topdim, to'pladim. Endi juda zo'r vrachlarimiz bor O'zbekistonda. O'shalarni chatiga kirib, o'shalarni nimasidan kirib turib, sahr to'g'risida tushuncha hosil qildim. Demak, bu sahr shunaqa ekan. Buni kelib chiqish sabablari qanaqa? Masalan, bir xillar qattiq qo'rquvdan bo'ladi, yo unaqa bunaqa, yo bo'lmasa ovqatlanish tizimini, rejimni buzilishi, bu har qanaqa nimalari bor. Juda ham o'rgandim. Xullas 1 oy, 1,5 oyda juda o'zim ham ma'lumotga ega bo'ldimda, endi bunga qanaqa qilib turib endi davolanish kerak. Doktor bergan tabletkasini olib ichdim, 3-4 kun ichib turib, yana topshirsam, ana shu ahvol yana 12, 13, 14, 10, 11 shunaqa bo'lib yurdi. Tez topshirib turdim. Bu paytda qanaqa asoratlar bo'ladi sizda? Asorat juda ham menda uncha bilinmagan, lekin o'sha qandaydir chanqoqlik bor. Keyin oyog'imda bijirlab oyog'imda uchi, barmoqlarimning uchi bijirlab uyushganday bo'lib turardi. Muzlashchi. Yo'q, uncha bo'lmasdi. Keyin vannalar qildim o'zimcha, u yoq qilib yurdim. Keyin kelib chiqish sababi qanday deb o'yladim. Men aytdim, men shuncha yildan beri 60 ga kirgan bo'lsam, 60 yoshgacha o'zimga qarab yurardim. Lekin bitta xato qilganman, o'sha Pepsi Cola, Fantalarni yaxshi ko'rardim. Bu yerda ishda yurib bir kunda 2 litr, 3 litrgacha ichardim. Keyin buni zararligini, kolani zararligi, Fantalar zararliklarini hammasini bilib, demak deb turib xulosa qilib chiqarib, keyin o'rganib men aytdim, demak odamda meditsina madaniyatini ko'tarishimiz kerak ekan. Odamlar o'zini bilish kerak ekan. Qanaqa organizm nima ish qiladi? Odam o'zini nechta organizmning qanaqa nimalari bo'lsa, hammasi qanaqa funksiya bajaradi? Buni odamlar o'zi bilish kerak ekan. Albatta. Buni maktab dasturida bilmayman, hozir bormi yo'qmi, biz paytda odam anatomiyasi degan fan bo'lardi. O'sha ham bizda ham chuqurlashtirib o'rgatilmagan, o'sha temalar o'tib ketilaverardi, yuzaki o'tib ketilaverardi. Lekin hozirgi zamonga kelganda imminni mana shu odamlarni shu meditsina madaniyati, ya'ni tibbiyot madaniyatini oshirishimiz kerak ekan. Odamlar bilish kerak o'zini organizmini qanaqa darajada. Qon bosimini o'lchab yurish, qonini qo'yiqlik, so'yiqligini, uni gemoglobinini, hammasini tekshirtirib yurib, o'ziga qarab yurishdi. Qo'yiq bo'lsa so'yiqlashtirish kerak. Shularni hammasini davleni ko'tarildimi, masalan tushirish kerak. Qanaqa nima iste'mol qilsa qanday bo'ladi? Bularni insoniyat o'sha narsani juda bilish kerak ekan. Endi men ham shu narsalarni mana shu yoshim 60 ga kirib keyin bildik-da. Biz o'zbeklar qachonki og'rib, yurolmay qolsa keyin shifokorga boradi. Bizda o'zi oldindan bor bu narsa. O'zbeklarda nima bor? Masalan, bir yilda hech bo'lmasa 2 marta oilaviy ko'rikdan o'tish kerak. Lekin biz o'tmaymiz. Mashinasini remont qilish kerak, qilmaymiz. To mashinamiz buzilib qolsa olib boramiz. Organizmimiz ham xuddi shunaqa, biz o'zimiz yuraveramizda, yotib qolib oxirgi nimasiga borganda vrach istab, uni ham cheres kim orqali tanish bo'lish topaylik, u bu deb yurishadi. Ana shunaqa xatolarimiz ko'p. Bu hayotda hech ham odam o'zini organizmiga befarq bo'lmasligi kerak. Juda bu endi bir tomondan Allohning bergan
bu dardida. Shunaqa. Lekin bir tomonlama xursand bo'laman, sababi o'sha sahrni diabet kasalligi bilan o'zimni kontrolim 2 barobar oshdi. O'zingizga e'tibor. O'zimga e'tibor 2 barobar oshdi. Chunki men eshitardim oldinlari biz paytimizda endi 60-70-yillari bo'lsa sahr degan kasalliklar yo bor bo'lsa ham meditsinamiz tomonidan haligi yo bunday internetlar bo'lmagani uchunmi odamlar bilmasdan o'tib ham ketgan. Chunki men eslayman, dadalarimiz ham o'sha oyog'im og'riydi desa, oyog'ini tepalardik, massaj qilardik. To'xtangchi, buni dardi nima? Nimaga uyushyapti? Nima sababdan bo'lyapti? Mana doktorga borish kerak. Unaqa narsalar bo'lmasdi. O'shaning uchun juda ko'p ming kishilar ana shu oddiy narsalarni analizini bilmasdan o'tib ketgan bu dunyoda. Endi shunga xursand bo'laman, hozir mayli endi Allohning bergan dardi bu, shifosini berar. Sizni ko'rgan odam sahr demaydi, lekin Xudoga shukr o'zimni kontrol qilib yuraman, o'zimga qarab yuraman. Yemoq degan narsa bor. Inson borki yeydi. O'sha yemoqqa e'tibor 2 barobar oshdi. Chunki odam iste'mol qilgan narsa organizmga ketadi, organizmda toblanadi. E'tiborli bo'lish kerak. O'sha yeyotgan narsangni bilish kerak. Nimani yeyapsan? Nima mumkin, nima mumkin emas. Sizni bu holatingizga kelishingizga bir sababchi bo'lgan stop diabet gaplashsak. Bu stop diabetni qayerda ko'rib qoldingiz? Stop diabet haqida qayerda eshitdingiz bu haqida? Bu stop diabet izlanib yurganimda ko'rib qoldim stop diabetni. Keyin kommentariyalarga kirdim. Buni YouTube'da ko'rdingiz, birinchi? YouTube'da ko'rdim stop diabet deb. Bir ikkitasidan unday tashqi tomondan ham eshitdim. Keyin kirdimda buni o'rgansam o'sha Samarqanddan chiqar ekan, mana bunaqa Immunlife firmasi, Immunlife firmasi yaxshi dedim o'zimcha. Olib qarasam stop diabet. Keyin olganlar odamlarga telefon qildi. Kommentariyaga kirib, kommentariyadan topdim. Shu odam qayerlik, qanday, bu nomerini topib, bu o'sha tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan 10 xil mahsulotlarni o'sha nimasidan olingan, ekstraktidan olingan. Yana 10 xil quvvat beradigan nimalari bor bu. Umumiy 35 xilga yaqin. Ana shunaqa narsalari bor. Buni sotib olishdan oldin ham qanchadir vaqt YouTube kanalida kuzatib bordim. Qancha vaqt kuzatdingiz? Uni bir ishonasizmi, 1 oychalar kuzatdim. O'sha 1 oycha men tabletka ichmadim. Chunki menga bergan vrach tabletkasi ichdim, o'sha 3 kun, bir kunda 3 mahal ichgan bo'lsam, 3 kun 4 kunda borib qon topshirsam, ana shu sahrim ana shu 12, 11, 11, 10, 11, 12, 13 hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi bu tabletkani. To'xtadi dedim-da, keyin izlanib buni topganimdan keyin kanalni kuzatish boshladim. 1 oygacha yana ichmadim. Endi o'zimni nimalarimda dieta saqlab, bu qilib yuraverdim. Buni ham ishonmagansiz-da boshida? Ishonmadim. Chunki odam haligi birov ha desa ha deb ichib ketavermayin deb turib, keyin o'rganib buni o'sha Immunlife firmasini o'zini o'rgandi. Keyin bu tayyorlashni bo'pti deb turib, keyin bir ikkita kishi juda maqtab borishdi. Bizda bilasiz, maqtasa oshirib maqtaydi, birovni yomonlasa juda ham yerga urib oladi. U tomonlari bor. Sekin olib ichish boshladim. O'sha chisloni yozib qo'yganman, chislodan boshladim-da. Ishonasizmi, bir 5 kunlar ichdim. O'sha ovqatdan oldin yarim soat oldin tabletkasini ichaman, bir kunda bir marta haligi sedana yog'idagidan bitta ichaman, choyini har kuni bir termosini bilan olib 1 litrdan ichdim. Shu darajada odam xursand bo'lib ketadi, ichib turib borib topshirdim. Bu yerda laboratoriyaga qon topshirdim. 5 u 8 chiqdi. Maşallah. 12-13 yurgansiz. 12-13 eng nima tushgani 9 ga tushgan meniki. 5 chiquvdi, yig'lab o'rganman xursandligimdan. Ertalab topshirdim. Shunaqa xursand bo'lib turib, shunaqa xursand bo'lib ketganman. Ishonasizmi, ana shu kuni 5 kunda. 5 kun ichida shunaqa xursand bo'lib ketib, mana shu kontaktimdagi qarindosh urug'larim bor, sahr bo'lgan.
hali hech yoqqa chiqmasdan chiqa solib telefon qildim. Akamga, ukamga, singillarimga, xullas do'stlarim kimda sahr bo'lib qiynalib Men sahrdan tuzaldim dedi. Olinglar dedi. Men dedim tuzaldim mana shundan. Men tuzaldim deb men tuzalyapman dedim. O'sha stop diabet dedim. O'sha juda zo'r ekan dedim. Chunki ular ham ikkilanib yurgandi hammasi. Men o'zimda buni sinovdan o'tkazdim dedim. Bu haqiqiy nima ekan? Lekin dedim o'shanda ham dedim, vrachga nima qilinglar? Vrach bilan maslahatlashinglarda, olinglar, menga yoqdi, menga dedim juda zo'r bo'ldi deb o'sha olganimga mana 1,5 yildan beri olaman. Hozir yo 5-chi yo 6-chi komplektni olishim buni. Agar bu ta'sir qilmaganda bitta olib keyin olmagan bo'lardingiz. Yo'q. Agar o'shanda men o'sha 5 kun ichida borib topshirdim, ana shu yerda agar sahrim yo 8 yo 9 bo'lganda ham demak buni effekti yo'q ekan deb turib birovga taklif ham qilmasdim. Lekin bu stop diabetda ham ta'sir qilish vaqti bor. U ko'p narsaga bog'liq. Misol uchun odamning o'ziga bog'liq. Yashash sharoitiga bog'liq. Misol asabiy sharoitda bo'lsa kechroq ta'sir qiladi. To'g'ri. Necha yildan beri sahrligiga bog'liq. Va yana nimaga? Dieta qilish qilmasligiga bog'liq. Albatta. Suyuqlik ko'p ichadimi, ichmaydimi, unga bog'liq. Jismoniy harakat ko'p qiladimi, qilmaydimi, unga bog'liq. Juda to'g'ri aytasiz. Chunki stop diabetni olib 1 oyda ham natija ko'rmaganlar bordi, ochiq aytish kerak. Albatta. 3 kunda natija ko'rganlar ham bor. Mana shu gapingizga bitta misol, katta akam, Azamxon akam, Hoji akam sahrli diabet, men taklif qildim buni. Ular ikkilandi olishga. Ular Toshkentda turadi o'zlari, lekin oldirdim. Men shu telefon qildirib oldirdim. Shunda keyin kelinoyim bilan ikkalasi bitta olib turib ikkalasi ichishdi. Ikkalasi ichishdi. Bir 10 kundan keyin telefon qilsam, sahrimiz tushib qoldi, yaxshi deb. Bo'ldi, bo'lmasa dedim komplekt olinglar o'zlaringga-da, mana shu 3 oy yetar ekan. Ichinglar desam, endi bu yerda bitta insonlarda nafs degan narsa bor. Men ularga aytaman, bu sahrni diabet dorisi buni ichdim yaxshi bo'lib qoldim degan narsa emas bu. Masalan, transport vositasini karburatori o'lib qolsa, karburatorni yangi qo'yasiz-da, yurib ketaverasiz. Insonda organizm bitta dorini ichib olib turib, dada yaxshi bo'lib ketdi degani emas bu. Shunday. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, kimgadir tez ta'sir qiladi, kimgadir sekin qiladi. Lekin kimlardadir nafsi degan narsasi bor. Aralash-quralash narsa yeb qo'yadi. Non yeb qo'yadi ko'proq masalan, yo bir narsa qiladi, buni ichyapman deydi. Sen dieta saqlayapsanmi desam, dieta saqlay olmayman men. Unda buni foydasi yo'q-da. Buni sen palon pulga olib, buni ichib, rejalashtirib ichganing bilan buni foydasi yo'q. Sen bu yerda o'zingga o'zing qiynab yana tiyolmasang, har qanaqa narsa yeb qo'ysang bo'lmaydi-da bu. Deb turib, keyin buni eng qizig'i buni shu darajada xursand bo'lib ketganimdan oldim buni. Har 3 oyga yetadi, olaman. Men nima demoqchiman? Insonlarga bilib bilmay har qanaqa tabletka olishmasin. Shunaqa. Ayniqsa ximikat. Ayniqsa ximikat. Bu haqiqiy tabiiy narsadan tayyorlangan. Bu mana sinovdan o'tgan. Mana mendan oldin necha kishi ichgan bo'lsa, ularni kommentariyalarda o'qidim. O'zlari bilan gaplashdim. Mana men o'zim haqiqiy tirik guvohman. Bu narsa juda effekti yaxshi. Mana Akbarjon aka, xuddi shu birovlardan so'rash osonroq bo'lsin deb biz har bitta viloyatga alohida guruh ochib qo'ydik. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Qoraqalpoqgacha alohida viloyatlarga. Bu videoda ko'rayotganlar ham ikkilanib o'tirishgan bo'lishi mumkin-da. Misol uchun men Xorazmdanman. Qaniydi shu xorazmlik odam ichayotgan odam bilan gaplashsam deyishi mumkin yoki buxorolik odam men buxorolik ichayotgan odamning gapiga ishonaman deyishi mumkin. Bu Akbarjon endi Andijondan ekan deydi. To'g'rimi? Hamma o'zini yashayotgan viloyatdan gapirgan gapiga ishonadi. Biz hozir shu videoni kommentariyasiga shu kanalda linkini qo'yib qo'yamiz. Ustiga bossa viloyatlar chiqadi. Shu viloyatni ustiga bosib, o'zini yashayotgan viloyat ustiga bossa, gruppaga qo'shiladi. U yerda yozsa bo'ladi. Juda zo'r bo'ladi. Juda qulay bo'ladi. Buni agar ta'sir qilmaydigan kompaniya unaqa qilmaydi. To'g'ri. Ta'sir qilmaydigan bo'lsa, u yashiradi ichayotgan odamlarni. Chunki insonzot shunaqa bo'lib qoldi, qo'rqib qoldi. Ko'p ham reklamalarga ishonishmay qo'ydi. Sababi o'zingiz bilasiz,
har xil kompaniya chiqadi-da. nima Guanjo, Puanjo bular ulgurji bir nima deb turib haligi ko'zni nima qilganda keyin noto'g'ri ekan qo'lga tushibdi u bu deydi. Bu reklama deydi, paloncha qo'liga pul berib qo'ygan, shuning uchun bu odam maqtayapti, u bu deydi, boshqa narsa o'shanaqa cho'chib qolishgan. Lekin men Xudoga shukr, mana Allohga ming marta shukr. Mana shu chiqargan insonlarga, mana shuni bo'ylab topgan insonlarga ming marta shukr. Shuncha insonni sog'lig'iga juda yaxshi foyda keldi. Biz hozir qayerdamiz, Akbarjon aka? Biz hozir Andijon viloyati Jalaquduq tumani Yorqishloq qishloq fuqarolar yig'inidamiz. Bu ishxonangiz qayerda? Shu atrofdagilar ko'rayotgan bo'lsa bilishadi-yu, aytib qo'ying. Qani edi ko'rsa, men o'sha Yorqishloqni markazida non ishlab chiqarish sexida boshlig'iman. Non ishlab chiqaramiz bog'chalarga, ijtimoiy tarmoqlarga. Jalaquduqliklar ko'rayotgan bo'ladi, Yorqishloqliklar ko'rayotgan bo'ladi. Bu yerda nima desa tushunadi bu atrof? Bu yerda o'sha Yorqishloq deyiladi. Bu yer Yorqishloq bilan tanilgan, Jalaquduq Yorqishloq. Taxta bozor bor ekan bu yerda. Oldimizda taxta bozor, ko'mir bozor, o'sha sentrdamiz. Shu atrofda ishonmaganlar bo'lsa, Akbarjon aka qani deb o'zingiz kelsa bo'ladi. Mana shu qishloqda 5-6 kishiga Allohga shukr yordam berdim. Hozir ular meni ko'rib ko'rsa ko'chada xursand bo'lishadi. Sababchi bo'lib qolgan. Sababchi bo'lib qoldim. Men bularni mana shu telefon nomeri ana shu 500 nechi 0505 edi. 55lik. Ana shu 0505 ni berib telefon qildirib, zakaz qildirib olib kelganman. Olib keltirib u odamlar uchun olib keltirib berganman. Mana shu qishloqimizdan eski qassob bor, ko'chada ko'rib qolsam, ahvoli bir hol ekan. Aka nima bo'ldi? Ozib ketibsiz, bunday desam, chaqir bo'lib qoldim. Nima qilyapsiz desam, "Ha, mana dedi, cho'ntagimda dorim bor, ichib yuraman" dedi. Keyin men aytdim, "Aka, mana shunaqa" deb, mana shuni taklif qilib turib, oldirib kelib berdim. Mana shu odam hozir juda xursand, oilasi bilan ko'rsa, meni rahmat deydi, "Aka, mana deydi, Xudoga shukr, ovqat yaxshi yeyapti hozir. Hech narsa yemay qo'yuvdi. Hayotga bo'lgan qiziqish so'nib ketadi. So'ngib ketadi odamda. Umid degan narsa bor. Ana hojatga ko'p chiqib, kechasi uxlay olmasdan, oyog'i og'rib. Endi hozir ko'rsa xursand bo'ldi, qandaydir ayollari ham. Unaqa odamdan 3-4tasi yana bor. Men olib berganman, oldirib berganman ularga. Xudoga shukr, hammasi xursand bo'ladi. Agar meni eshitayotgan bo'lsa, azizlar, men buni ichib, bu stop diabet 1,5 yil ichdim. 1,5 yilda ichaman, nasib bo'lsa hali ham ichamiz, davom ettiramiz buni. Buni effekti, ya'ni ta'sir qilish kuchi sekinlik bilan ta'sir qiladi-da, odamni ham davolash nimasi bor. Qaziyatlar to'xtaydi. Yo boshqa narsa, kechasi uyqular ham yaxshilanadi. Hamma yoq yaxshilanadi. O'sha vaqtida ichib, vaqtida nima iste'mol qilib buni o'sha yeyish mumkin emas narsalarni yemasdan, endi kechasida endi mumkin emasmi? Mumkin emas. Uni ham ozroq yesam bo'ladi, ozroq. Mana shuni olish kerak insonlar. Buni men 1,5 yildan beri mana 5-komplekt olishim. 5 har 3 oyda olaman buni. Men kishilarga taklif ham qilaman. Allohga shukr. Yo, to'g'ri, balkim yana ham yaxshilari bordir. Lekin men ichganim shuni ichdim, shuni bildim. Akbarjon aka, sizni mana holatingizni ko'rib, sizga havas qilayotganlar shu videoga like bosib qo'yishdi. Endi to'g'ri, ko'pchilik bosmaydi. Endi ichqoralar bor, deydi, lekin like bosishsa, bu videomiz ko'proq odamga ko'rinishiga sabab bo'ladi. Juda yaxshi bo'ladi. Savobga ham sherik bo'lib qoladi. Inson endi hayotida insonlarga yaxshilik qilib yashash kerak. Bizning yaxshiligimiz shu insonlarga mana shu dorini, mana shu stop diabetni tavsiya qilish. Mana meni yaxshiligim. Bu ham bir silai rahim. Albatta. Mana siz Andijondan ekansiz. Bizni ko'rayotganlar qaysi viloyatdan ko'proq ko'ryapti? Kommentariyaga yozib qo'ysa, biz hammasini o'qib chiqamiz. Sizda mana 1,5 yildan beri sahirsiz. Mana bizni ko'rayotganlar necha yildan beri sahir, qanaqa asoratlar bo'lyapti, uni ham yozishsin. Biz uchun bu juda ham qiziq. Keyin bu kanalimizni 1 yildan beri kuzatib yurganlar bor. Ana. Olmasdan, ikkilanib, o'ylanib. Ana shunday bo'ladi. Siz mana 1 oy kuzatgan ekansiz. Men 1 oyda kuzatib, to'g'ri, men ham kuzatdim. Ikkilandim deng. Ikkilanasan, endi organizmda odam. Mana biz mana gruppalar qilib qo'ydik viloyatlarga bo'lib. Mana hozir gruppada Andijon gruppasiga kirib eshitib turaman. Ayol, endi juda ko'proq ayollar ekan. Ayollar ko'p ekan.
bir xil paytlar kirishga xijolat bo'laman endi ayollar deb. Lekin eshitaman. Bunisi u deydi, unisi bu deydi, bunisi u mana mumkin ekan, men mana yerda ichdim, mana yerda yedim deyapti. Mumkin emas deyapti. Siz deydi mana bunday qiling mumkin emas. Men deydi, endi bular ham o'zini boshidan o'tganini, o'zini organizmidan o'tganini o'rtoqlashishga harakat qiladi. Hamma bir-biriga nima qilmaydi. To'g'ri, biror bir kompaniyalar bordir balkim. Insonga bekitib yo bo'lmasa o'shana tabletkalarni bekitsa, ularni biznesi nima deydi, yurmay qoladi, yurmay qolishi mumkin. Lekin biz insonmiz, Xudoga shukr. Shu O'zbekiston xalqi hammamiz bitta xalqmiz. Bir-birimizga yordam bersak, qani bu nur ustiga nuri. Shunaqa. O'shaning uchun haligi odam boshidan o'tgani tabib deb bekorga aytmaydi. Rahmat. Iloyim sog'-salomat bo'linglar. Sizga katta rahmat Davronbek. Boringizga shukr. Bu stop diabet haqida to'liq ma'lumot olish uchun biz pastda telefon nomeri ham, WhatsApp nomeri ham qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, shu mutaxassislardan ma'lumot olib, bu o'zi nimadan tayyorlangan, kimlarga mumkin, kimlarga mumkin emas, hammasini so'rab bilsa bo'ladi, xudo xohlasa. Juda yaxshi bo'ladi. Rahmat. Tinch omon bo'ling.